Assalomu alaykum. 2-sinf matematikasidan 144-dars shakllarning hajmi. Yondosh mavzu foydali ichimliklar. Hajm sir. Birinchi misol. Ushbu shakllarni qanday 3 ta guruhga ajratish mumkin? Bu og'zaki bajariladigan misol ekan. Albatta bu joyda bir nechta shakllar turibdi. Biz bu shakllarni guruhlarga ajratamiz. Ya'ni birinchisi mana to'g'ri chiziqlar, bularning o'lchamlarini o'lchash mumkin. Undan keyingisi yassi shakllar, mana uchburchak, kvadrat, rombik, doira, bular yassi shakllar. Mana bu kubiklar esa silindrlar va mana bu shakllar esa bular hajmli shakllar hisoblanadi. Bularning ham yuzini topishimiz mumkin. Bularning ham mana yassi shakllarning ham yuzini topishimiz mumkin, o'lchamlarini topishimiz mumkin, perimetrni va hokazo tushuncha bilan biz shakllarni bilib olamiz. Ularning qaysilarining uzunligini bilish mumkin debdi. Ya'ni mana bu to'g'ri chiziqlarni biz ularning uzunligini bilib olamiz. Yuzini yassi shakllarning yuzlarini bilib olamiz. Hajmni esa mana bu kubik, silindr shu kabi figuralar bilan biz shakllar bilan hajmini bilib olamiz. Ikkinchi masala. Do'konga har birida 3 litrdan bo'lgan 25 banka olma sharbati va har birida 2 litrdan bo'lgan 12 banka nok sharbati keltirildi. Ichimliklarning umumiy hajmini toping. Ichimliklarning bilasiz qutichalarda bo'ladi. 3 litrlik ya'ni baklashkalarda bo'ladi. Biz ularning umumiy hajmini topish qobiliyatiga ega bo'lishimiz kerak. Mana bu shaklda bajarildi. 3 litrni ko'paytiramiz 25 taga, ya'ni 25 ni 3 ga ko'paytirish uchun birinchi 10 ligini ajratib olamiz. 3 ni 20 ga ko'paytiramiz va 3 ni 5 ga ko'paytiramiz. 3 ni 20 ga ko'paytirsak 60, 60 ga 15 ni qo'shsak bo'ladi 75 litr. 2 ni 12 ga ko'paytiramiz. Bunda ham 10 likni ajratib olamiz. 10 ni 2 ga ko'paytiramiz 20, 2 ni 2 ga ko'paytirsak 4, 24 litr tashkil qildi. Endi umumiy hajmini hisoblaganimizda esa 75 ga qo'shamiz 24 ni 99 litr hajmdagi suvlar bor ekanligi aniqlanadi. Qutining bo'yi 12 cm, eni 4 cm, balandligi esa 2 cm. Shunday qutiga tomoni 1 cm bo'lgan o'yin kubiklaridan nechta sig'adi? Qutining bo'yi 12 cm ekan, eni 4 cm, balandligi esa 2 cm. Biz buni hozir hajmini topamiz. Ya'ni biz bu joyda 12 ni 4 ga ko'paytiramiz 48, 2 ni 4 ga ko'paytiramiz 8, 12 ni yana 2 ga ko'paytiramiz 24. Umumiysi bo'ladi bu joyda 80. 48 ga qo'shamiz 24 ni va 8 ni, 72 ga qo'shamiz 8 ni bo'ladi 80. 4-masala. Usta muz kubiklarida shakl yasadi. Buning uchun unga nechta muz kubigi kerak bo'lganligini biz sanab bilishimiz mumkin. Mana bu joyda ko'rinib turibdi. Bu kubiklarni biz hozir ko'rinishidan sanab bo'lmaydigan tarzda ko'rinib turibdi, lekin biz buni ko'paytma yo'l bilan enini bo'yiga ko'paytirib nechta muz kubiklari ketganligini topa olamiz. Ya'ni pastda 1, 2, 3, 4, 5 eniga, bo'yiga esa 4 ta. 4 ni 5 ga ko'paytirsak pastda 20 ta kubik ketgan. Undan keyingisida 3 va 3 9, bu ikkinchisida 9 ta kubik muz kubigi joylashgan. 2 va 2 4 ta kubik. Mana bu esa bittadan 2 ta. Xo'p, endi biz buni hammasini hisoblab topamiz. 5 ni 4 ga ko'paytirsak 20, 3 ni 3 ga ko'paytirsak 9, 2 ni 2 ga ko'paytirsak 4 va ustidagi bitta turibdi, yana bitta turadi. O'shanda 2 ta joylashgan bo'ladi. 20 ga 9 ni qo'shamiz 29, 29 ga 5 ni qo'shamiz. Ya'ni 4 ga 1 ni 34, yana bitta bilan 35 ta bu joyda muz kubigi joylashganligini ko'rib turibmiz. Mana bu joyda qoidasini ham ko'rishimiz mumkin. Shaklning hajmi bu shakl fazoda qancha o'rinni egallashini ko'rsatuvchi kattalik. Hajmni aniqlash uchun o'lchamlardan foydalanish mumkin. Masalan, suyuqlikning hajmi odatda litr bilan o'lchanadi. 5-masalaga diqqatimizni qaratdik. Bu joyda qutining tubida
tubiga nechta kubik sig'adi deb bizdan so'rab turibdi. Ya'ni bu joyda eniga 7 santimetr va 2 santimetr bo'yiga, balandligi esa 4 santimetr ekan. Biz bu joyda nechta kubik ketishini aniqlashimiz kerak. 7 ni 2 ga ko'paytirsak qanday kattalikni aniqlash mumkin deydi. Ya'ni bu joyda tubiga ketgan kubiklar nechta ekanligini topishimiz mumkin. 7 ni 2 ga ko'paytirsak 14 kvadrat santimetrga teng. Ya'ni bu joyda kubiklar soni 14 taga teng ekan. Endi shundaydan 4 santimetrli o'sha kubiklardan bizga 4 qator sig'ish kerak bo'lsa, ya'ni biz 14 ni 4 ga ko'paytirsak bo'ladi 56 santimetr kvadrat santimetrga teng bo'ladi. Ya'ni mana shu yashikka 56 ta kubik sig'adi. Uyga vazifa 7-8 misol va masala edi. Albatta buni biz birgalikda bajaramiz. Hurmatli ota-onalar, albatta birinchi bolangiz o'zi bajarsin, so'ngra esa mening kanalimdan tekshirib qo'yishingiz mumkin. 7-chi masala. Sharbat qutisining tubi tomoni 7 santimetrga teng. Kvadratdan iborat. Balandligi esa 20 santimetrga teng. Qutining hajmini toping. Ya'ni biz sharbat qutining ichida qancha o'sha sharbat joylashganligini biz hajmini ko'paytirish yo'li bilan topib olishimiz mumkin. Mana bunday 20 ni ko'paytiramiz 7 ga bo'ladi 140 kvadrat santimetrga teng. O'sha qutining ichida 140 kvadrat santimetr hajmli sharbat sig'ar ekan. Bu joyda misollarni ko'paytirish yo'llari bilan ishlaymiz. Bu albatta bizlarga ma'lum bo'lgan ko'paytirishlarni bizlar bajarishni yaxshi bilamiz. Ana o'sha 8-misol 10 ko'paytirib 5 ko'paytirib 3 barobar. 10 ni 5 ga ko'paytirsak 50, 50 ni 3 ga ko'paytirsak 150. 31 ko'paytirib 3 ko'paytirib 4. Biz birinchi 10likka ajratib olib, uni songa ko'paytiramiz. Unda bizga osonroq usul bo'ladi. Ya'ni 30 ni 3 ga ko'paytiramiz va 1 ni 3 ga ko'paytiramiz. Bo'ladi 93. Endi 93 ni 4 ga ko'paytiramiz. 90 ni 4 ga ko'paytiramiz, 3 ni 4 ga ko'paytiramiz. Bo'ladi 372. 12 ko'paytirib 4 ko'paytirib 5. Uni ham 12 ni 4 ga ko'paytiramiz. 12 va 1likka ko'paytirishimiz kerak edi. To'g'ri ko'paytirish qilsak ham bo'ladi. Masalan, 48 bo'ladi. 12 ni 4 ga ko'paytirsak va 5 ga ko'paytirsak bo'ladi 240 kelib chiqdi. Qolganlarni ham xuddi shu yo'llar bilan ko'paytirishimiz mumkin. 18 ni 4 ga ko'paytiramiz va 7 ga ko'paytiramiz. 18 ni birinchi 10 ni 4 ga ko'paytirib olamiz, keyin 8 ga ko'paytiramiz. 10 ni 4 ga ko'paytirsak 40, 8 ni 4 ga ko'paytirsak 32. Bo'ladi 72. 72 ni 7 ga ko'paytiramiz. Uni ham 77 ga ko'paytiramiz birinchi, so'ngra esa qolganini 7 ga ko'paytirib, bu joyda o'sha o'zining hisoblangan nimasi bo'yicha, ko'paytmasi bo'yicha kelib chiqadi. Qolganlari ham xuddi shu usulda bajariladi. Bu unchalik qiyin emas. Kimki ko'paytirishlarni yaxshi bilsa, misol ishlash qobiliyati kengayib boraveradi. Hurmatli aziz mening o'quvchilarim, mana bugun 144-dars shakllarning hajmi. Ana shu misollar orqali bizlar hajm topish, sirtni topish, undan keyin shakllar necha xilga ajratilganligi to'g'risida bilib oldik va hokazo misol va masalalar ishladik. Keyingi dars ham yetib borish uchun albatta obuna bo'lib qo'yishingizni so'rayman. Xayr mening azizlarim.